Bemorimiz kelibdi, oyog'i mana bular ishgan. 2-3 oy oldin ishgan ekan bu. Hali mana shu ishgan holatga yuribdi. Doktorlarimizga boribdi. Yuragidan deganmish. Lekin mana bu to'pig'ida yonboshi, mana pachadan chiqib qolgan yonboshi bilan chiqib ketganda bu. Chiqqan oyoqda bu umuman yurishga qiynalib yuribdilar. Yaq tortib, yaxlab, sal ko'p yursalar ishib, og'rib, mana shunday yuribdilar. Bu yurakdan emas-da bu yurak. Yurakdan bo'lsa faqat to'piq ishmaydi. Oyoq buyoqlari ishadi, mana buyoqlari ishadi. Mana barmoqlar yaxlayotdi. Barmoqlar qanday holat? Yo'q, yaxshi. Yaxshimi, zo'rmi, qizidami oyoqlaringiz? Yo'q. Mana qarang, issiqqina bo'lar oyog'i. To'piqqa bo'ladi. Ancha bosgan paytda meni panjara og'rir ekan. Og'riq panja eshib ketibdi-da. Panjani yuga boshingiz kerakda. Ha. Mana endi nasib bo'lsa